Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar, navbatdagi mebelimizni yana bir mijozimiz uyiga o'rnatib berdik. Bugun 29-dekabr 2025-yil. Ishga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Materiallarimiz akril matri Turkiyaniki bo'lgan 100%. Mana bu stolishnisalarimiz kedr, qalinligi 4 sm, rossiyskiy, mana ko'rishingiz mumkin. Bezruchka variantda qilganmiz do'stlar. O'rtasiga obkladki ideya qilib chiqardik. Pastiga o'sha mokrisidan qildik. Mana aylantirib, korpuslarini dub vatandan qilganmiz. Buni ham teksturalarini chuqurroqdan olganmiz. Ko'rishingiz mumkin, mana teksturalari chuqur ko'rinadi bu narsani. Haverining tepasiga mana bunday qilib bonusga shkaflarni yasab berdik. Hammasi push bilan ochiladi mana. Pushga e'tibor berasizlar. Bu yerga qotirilmagan, o'zidan teshib mana laminatning ichiga qotirganmiz do'stlar. Hammasi xuddi shunday push bilan qotiriladi va borgandan keyin bosiladi. Bular ham xuddi shunday do'stlar. Bu yerga chiroyli qilib sushilkalarini joylab qo'yganmiz do'stlar. Sushilkalarini qo'yib berganmiz. Nechiveka zanglamaydigan materialdan bo'lgan. Eshiklari 100% mana vakuumda ishlaydi. Katta eshik bo'lishiga qaramasdan yopilishini ko'ryapsizlar do'stlar. Bu yerini mana bunday qilib qo'yganmiz. Ichiga bemalol kerak narsalarni qo'yib, yana mana qo'yib olasiz, o'zi yopib beradi. Bu yerlarini ham ko'rishingiz mumkin. Ichiga polgalarni qo'yganmiz. Buni antresonni past qilganimiz sababi uydagi shunaqasini xohladi. Sababi 3 etajli qilib bering dedi. Bu yerga bitta etaj balandlik tushishi ham mumkin edi do'stlar. Lekin mana bu ham xudo xolasa chiroyli chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Ikkiga bo'lib mayda qilgandan ko'ra eshikni katta-katta qilib qo'yganmiz. Hammasi 100% va original narsalar ishlatganmiz. Bu yerga o'sha mana tepalarigacha yopib berganmiz. Demak, xotlari ham chiqib ketadi. Vitishkalarni qo'yib berdik, gazlarni o'rnatib berdik. Bu yerda gaz vitishkalari bu narxning ichiga kirmaydi do'stlar. Bu yerga moykalarni qo'yib berdik, mana full moykalarni. Bu yerga tandem rollarni qo'yganmiz. Bu yerga qozon tovalarni qo'yadi va yopilishiga e'tibor beringlar mana. Juda ham chiroyli yopiladi. Tepada o'sha qoshiq soladiganlari bor. Buni ham tagidan ochiladi. Mana ko'rib turishingiz mumkin do'stlar. Bemalol yopsanglar, mana sekin chopga tortib oladi. Xo'p, bu yerga sitralkasini joylab berganmiz. Mana bu yerni ham ko'rishingiz mumkin, kattagina qilib qo'lingan. Hammasi pushlarimiz o'sha laminatning ichiga qanday o'rnash kerak bo'lsa, shunday o'rnagan do'stlar. Bu yerga mikrovalnovkasi hozir shuni qo'yib turibdi, keyin o'zi stroyniga bosilgan, stroyni qo'yiladi. Bu yerni mana bunday qilib eshikdan kirish uchun bu yoqqa ochiladigan qilmadik, tepaga ochiladigan qilganmiz do'stlar. 100% barlariga ham 100% vakuum ishlatganmiz, prostoy ishlatganimiz yo'q. Ishimiz sifatli, xudo xolasa bu yerlarni o'sha kuzatayotgan bo'lsanglar, hammasida shunaqa nimalarimiz bor, ilgichlarimiz bor. Bu yerga xaldenliga tushadi. Xaldenligini razmeriga tayyor qilganmiz. Kimga shunday mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz xohlagan usulda, xohlagan variantda chiroyli, akkuratli ishlab beramiz do'stlar. Ko'rib turibsizlar patronlarni ham balandligini. Ushbu ishimizni pagonometri 3.800.000 so'mdan akrilda bo'lsa, agar laminatdan qilib bering deydigan bo'lsa, 3.200.000 so'mdan yasab beramiz. Sababi bizda furniturlar original, bir martalik emas. 15-20 yil xizmatingizni qiladi xudo xolasa. Chet elliklar, aka-ukalar, opa-singillar bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Kirib kelayotgan yangi yil bilan yana bir bor tabriklaymiz. Yangi yil sizlarga ham, hammamizga baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ishlarimizda hamisha birinchi bo'lishlikni olib kelsin tilab qolamiz. Sizlar bilan demak Yevromebel bo'ldi. Navbatdagi ishlarimizni kuzatib boringlar, kanalda aktiv bo'linglar. Qolgan ishlarimiz xudo xolasa 2026-yilda yana qo'yishda davom etamiz. Sog' salomat bo'linglar. G'oyibona ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.